Bugun bu jonim bilan o'sha mashhur olma qand bilan xo'roz qand retseptini biridan sirigacha sizlarga video qilib ko'rsatamiz. Sizdan chiqarmang, bizda umuman aldov yo'q, hammasi faqat boricha. Bu uchun bizga birinchi o'rinda shunaqa qoliplar kerak bo'ladi. Albatta, yana manikidaqa buvijon kerak bo'ladi. Bilaman, baribir sizda bunaqa buvijon yo'q. Birinchi o'rinda bir piyola suvimizni yaxshilab qaynatib olamiz. Unga yana shuncha miqdorda shakar qo'shamiz. Keyin bo'lsa shakar yaxshilab erib, qaynab chiqishini kutamiz. Agar sizga bu retseptni to'lig'i kerak bo'lsa, profilim shapkasidan YouTube kanalimizga kirib ko'rishingiz mumkin. Bu retseptni eng to'liq tushunarlisi faqat YouTube kanalida. O'tgan safar qo'ygan xo'roz qand videoyimizga qilib o'xshata olmaganlar negativ yozishgan. Bu retseptni hamma ham bittada o'xshata olmaydi. Yana ham yaxshilab tushunib o'rganib olish uchun YouTube kanalimizga kirib ko'ring. Albatta obuna bo'lishni unutmang. Siropimiz tayyor bo'lguncha qoliplarni yog'lab tayyor qilib olamiz. Sizdan chiqmasin, birorta yog'lanmagan burchak qolmasligi kerak. Xo'roz qandingiz butun chiqishi aynan shunga bog'liq. Bunaqa qolipim yo'q, qayerdan olaman desangiz, yong'oq pechenini qolipida yoki bo'lmasam oddiygina qoshiqda qilishingiz ham mumkin. Qoshiqchani yog'lab siropni quyasiz va ustiga cho'p kiydirasiz. Siropimiz tayyor bo'lganda atroflari qizaribroq qoladi. Xuddi shu videoga o'xshab. Xohlasangiz shunaqa qizil rangdan ham qo'shib yuborsangiz bo'ladi. Bu rangni qayerdan topishni bundan oldingi videolarimda ko'rsatganman. Biz bo'lsa rang qo'shmasdan qildik. Bu arada svetimiz o'chib qolganiga qaramasdan bu videoni aynan sizlar uchun oldik. Like ayamaysizlar degan umiddaman. Yaltillab tovlanishini aytmaysizmi? Juda chiroyli va mazali xo'roz qandlarimiz tayyor. Bu videoni xo'roz qand tayyorlab beradigan yaqiningizga yuborib qo'ying. Menga obuna bo'lishni unutmang. Olma qandni ham tayyorlanishi sizga qiziq bo'lsa, unda retsept albatta bundan keyingi videoda. Bu videoni sizga xo'roz qand tayyorlab beradigan yaqiningizga yuborib qo'ying. Xo'roz qandni hech qanaqa sirini yashirmasdan mana sizlarga bugun qilib ko'rsatdik. Sizlar ham tayyorlab ko'rib, albatta kommentariyada fikrlaringizni yozib qoldiringlar. Endi bu xo'roz qandlarimizni hozir opoqim yeb ko'rib, o'zlari baho beradilar. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Baho beraylikchi. Chiroyli o'pdi. Yeb ko'ring. Yaxshi. Zo'r. Hamma baho berib bo'ldi. Endi navbat meniki. Qani? Bismillah. 100 bal 100 beraman.